Eshigimiz tagiga najosat, ya'ni siydik to'kib ketishgani haqida aytib bergandim. Kamera o'rnating deyishgandi. Kichkinagina kamera o'rnatgandik. Ne ko'z bilan qarayki, o'zimni tanishim bo'lib chiqdi. Begona odam bu ishni qilmas ekan. Ularni internetga qo'yib yubormoqchi edim, juda o'zimdan uyaldim. Qo'y mayli, shuncha yillik tanishingni qo'yma, sharmanda qilmagin deb. Bugun ham uylarimni uborka qildim. Sizlar aytgandek tuzli suvda, lavrovый listli suvlarda yuvib oldim. Bavida yaxshilab yuvdim, villada shvabralarim bilan birga. Haligacha o'zimga kela olmayapman. Nimaga unaqa qildingiz? Yomon niyatda emas. Yomon niyatda bo'lmasa, yaxshi niyatda siydik to'kib bo'ladimi? Mayli deb hammasini esdan chiqardim. Sizlarga Bavidan kelgan sovg'alarimni ko'rsatmoqchiman. Shunaqangi odamni xursand qilishdi. Qaranglar, Bavidan fartuk, sochiq, shunaqangi soat sovg'a qilishdi. Endi bu soat oshxonamni ko'rki bo'lib qoladi. Dog'li kiyimlar ancha yig'ilib qolgandi. Bavidan foydalanib tez yuvib oldim. Oq kiyimlarni ko'proq ivitib yuvaman. Yaxshiroq dog'i ketishi uchun. Agar bir martada ketmasa, 2 marta ivitsanglar, undan ham zo'r ketadi. Mana rezultat ko'rib turibsizlar. Tonalnidan, ketchupdan hech qanaqa asar qilmagan. Agar kirmoshinaga solmoqchi bo'lsanglar, rangli kiyimlarga ham bemalol ishlatsanglar bo'ladi. 60 gradusda yoki 95 gradusda yuvasizlar. Shunaqangi dog'larni ham oson ketkazadi. Faqatgina bitta sharti, qo'shimcha parashok ham solasizlar, yaxshi ko'pirishi uchun. Bavida qozonlarni ham bemalol oqartirsanglar bo'ladi. Faqatgina alyumin narsalarga ishlata olmaysizlar. Lekin qolgan hamma narsaga ishlatsa bo'ladi. Sherstlarga ham ishlatmanglar Bavini. Sal rangini o'chirib qo'yishi mumkin. Baviga teng keladigan yo. Sizlar ham ishlatib ko'rganmisizlar?